Dersimizi devamlaştırmamız hürmetli vatandaşım. Prezident Trump alayda teptiş emeldarının Rossiya bilen bolgan alaqasını tekşürüşüden narazı bol. Mavzulu haber 5. ayının 20. günü Amerika avazının Xitay til programması ilan kılındı. Haber mundaq başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Trump haftaning 4. günü alayda belgilengen teftişning Rossiya o'tgan yil Amerikada o'tkazilgan saylamda prezident saylamiga aralashdi yo'q. Tekshirish elib berayotganligidan norozi bo'lib, mundaq ko'rsatdi. Bu ish Amerika Qo'shma Shtatlarının tarixida bir siyosiy rahbarga qartilgan, bo'lmasa bo'lmaydigan tuhmatdir. Prezident Trump haftaning 4. günü atdiganda Twitter'ga xat yozib, mundaq ko'rsatdi. Alayda tekshiruvchi taftish hech qachon Hillary Clinton va sobiq prezident Obamaning barliq qonunsiz qilmishini tekshirgan emas. Amerika Qo'shma Shtatlari Federal tekshirish idorasining sobiq boshlig'i Robert Mueller haftaning 3. günü alayda taftish belgilab, prezident Trump hükümet kabinet a'zolari Rossiya Federatsiyasi bilan g'ayrian'ana bu yetti saylamda o'tkazish fursatini yuqori ko'tardimi? Bu orqali Amerika Qo'shma Shtatlari kechiringlar, Federal tekshirish idorasining sobiq boshlig'i Robert Mueller haftaning 3. günü alayda taftish bo'lib belgilandi. Prezident Trump hükümet kabineti a'zolari Rossiya Federatsiyasi bilan g'ayrian'ana bo'yicha saylamda o'tkazish fursatini yuqori ko'tardimi? Bu orqali saylam jarayoniga aralashdimi? Prezident Trumpning saylamda o'tkazilishiga yordam berdimi? Tekshirmoqchi bo'ldi. Robert Mueller alayda taftish bo'lib belgilendi. Mushundaq bir paytda Federal tekshirish idorasi va Davlat Majlisi ikki palata axborot komiteti Prezident Trump gruppasi bilan Rossiya o'rtasidagi munosabatni tekshirishga boshladi. Prezident Trump uning saylamdagi g'alabasini cho'kirib bo'lib bergan cho'kirib turib bo'lib yuz bergan cho'chaklarga ishonch bermadi. Rossiyani tekshirishni qarab qo'yishga arzimaydi deb qaradi. U biron mundaq ko'rsatgan edi. Rossiya saylamga aralashdi degan atalmish gaplar Hillary Clintonning saylamda yengilganligiga topgan bahonasi. Prezident Trump o'tgan hafta Federal tekshirish idorasining sobiq boshlig'i Comey'ni vazifadan qoldirganda Rossiya aralashdi degan bu gapni o'ylaganligini ko'rsatdi. Demak, Washingtonda hozir partiyalar va Oqsaroyda yoki nima deymiz, buning bir narsa deyamaymiz. Hurmatli vatandoshim, mening bir narsa deyishga yoqtim va salohiyatim yo'q. Faqat mushu xabarlarni sizlarga yetkazdim. Prezident Trump mening oxirgi umidim. Xudo saqlasin. Prezident Trump davomli Amerikaga prezident bo'lib qolishni umid qilaman. Bu mening shaxsiy fikrim, vatandoshlar.